Aka bozorni qaynayotgan joyni toplaymiz sizga. Bo'ldi aka, olavering. Qancha aka aka? Olmadi. 160 ming so'm deydi. Aka 160 ming turmoqda. Yosh qanday aka buni? Yashil bilmayman. 6,5 mi? 6,5. Prado qora bayroq sheta. Bu qancha dedi o'zi? 250 ming. 250 ming dota aka. To'g'onlar 250 ming dot turishlardi. 6,5. Aka bog' oldi. Top tashiganlarga va 30 da. Bozorni qaynagan joyi. Bak kurtamiz ha. Hey. 70. Oling. Not ko'rib qo'yinglar, dag'i qaradan ko'krak to'rini. Ya ulog'i bormi bundan shunda? Ulog'i bormi? Ulog'i. Ulog'ini bilmaydim aka. 170 ming berdi qaradan. Aydanchi aka bir. 100. Mana aka. Otni juda bog' qo'yib turib, biroq Ovqat ot bozorindamiz to'g'onlar. Bugungi chizlo 9-yanvar 2022-yil to'g'onda. To'g'rida jo'g'on ekan. Bo'pti, bor shu ekanda bu yerda. Bu uloq ham soldi. Bu uloq chopmaydi. To'y ishlatadi. Jingdayni qo'yibsan. Qancha berdi ekan shunda? Qo'shildimi? Do'stu kanaga. Endi bo'pti. Bor bering. Bor. Bering bordi aka. Qizg'anda. Advo qancha? 70 ming. Bo'lib ketsin ukam, ol. Beraman. 80 gacha bitta o'zim video o'rgasin, va ber. Advo. 80 ming berasiz, va bo'lgan. Bu 20 ming yo'qdirmi? Yo'q, 80 berarim, 20 ming bo'lgan emas. Men tushgan. 180 ga bo'laversa bo'ydi. Açık sözde. Beraman. Endi bering endi. Kursanmiz sen. Gap yo'q. Bor mana. O'l bolasi soda. Kursan jilma dedi. Bering endi. Ber endi hojatda danga. Ber bo'ldi. Endi bo'ldimi? Qora qo'shilariga. Ya tek yanı. Yaxshi berdi, bering. Bor bering. Razol bering. Beraman. Hey. Odam deyil. Bu deydigan bu. Bor bering. Bo'ldi. Yo'q, ozginasi qolmadi. Sot, ber. Rasul. Birimdan chiqasanmi yana? Bor bering bo'ldi. Bo'ldi. Ya bozorda men senga ordan berganman shu. Rasul ber. Bor O'zingga bergan aka, o'zingga bergan aka. Bor xursandchilikman beraman. Bor bering. Bo'pti ber. Bo'ldi. Yana qo'l Yana bitta ota beradi, bo'ldi. Bo'ldi, o'zingga ota beradi. Bo'ldi. Ber. Yo'q, sizga qolmadi. Bo'ldi. 1000 so'm chop pul berdi mana. 1000 so'm. 1000 so'm. Bo'ldi, hojatda bo'ldi. Bo'ldi. Ozing to'ladi. Bering endi. Bo'ldi. Qaysi bu? 180 ming ketdim aka. Otni ko'ringizlar to'g'onlar. Real dubalardi. Ya ot kimga odil aka? Ot o'zingizgami? Ha, mana aka. Ot o'zingizga ekan. Ben sizlerge bugün otların bağlarını, senalarini Joqshoqda tanıtib o'taman. To'g'onlar, sizlar bilan do'stlik kanalı bo'ldi. Bizning kanalda canlı olursanız kanal katta qo'yingizlar to'g'onlar.